Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Mana hozir yana bir yaxshi natijaga erishdik va bu natijani Farog'at singlimiz Qashqadaryodan kelganlar. Xalq bilan, el bilan bo'lishaman dedilar, xursandchiliklaridan, shundaymi? Shunday. Endi bitta narsani aytib ketay. Bu singlimizda ikkinchi marta kelishliklari. Adashmasam Farog'at, siz bel og'riq va oyoq og'riq bilan ham ancha oldin bir keluvdingiz-a? 2 yil oldin kelganman bel og'rig'i, oyoq og'rig'i. 2 yil oldin kelgan ekanlar. Hatto eslolmayman ham, xuddi hayolimda 7 oy bo'lgandek. O'sha natijangizdan ham siz qoniqib ketgansiz-a? Shu natijadan qoniqqanim uchun boshim og'rig'iga keldim-da yana. Endi mana ikkinchi marta kelishlari, ikkinchi marta kelganlarida hozir umuman bel yoki oyoq deb kelmadilar. Kuchli bosh og'rig'i bilan keldilar va adashmasam yelkangiz bilan qo'lingizda kuchli og'riq bilan keldilar. Endi mana shu og'rig'ingizni xarakterini tomoshabinlarga bir bildirishimiz uchun, bosh og'rig'ingizni xarakterini, kuchini bildirish uchun nima deb olasiz? Nimalarni his qilardingiz mana shu og'riqlar? Qanaqangi og'riqlar turardi va davom etardi? Bilmaganlar uchun men amaliy kineziologiya sog'lomlashtirish metodikasi bo'yicha 18 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lgan mutaxassisman. Meni uslubimni qabul qilganlar bilangina ishlayman, ya'ni ularni muolaja qilaman. Chunki bu uslub juda ko'pchilik tanigan zamonaviy meditsina ham emas va ba'zilar tanigan, ya'ni ozchilik tanigan va endi rivojlanib kelayotgan kineziologiya ham emas. Meni kineziologik tashxisim va muolaja qilish uslubim ko'p jihati bilan farqli. Chuqur tashxis va chuqur muolaja qilaman. Shuning uchun YouTube kanalimga a'zo bo'ling, Telegram kanalimga a'zo bo'ling va meni o'rganing. Nasib bo'lsa ko'rishamiz. Og'riq shunchalik kuchli bo'lganidan daji o'zi miyam ishdan chiqsa kerak, xotiramni yo'qotib qo'ysam kerak degan darajaga borardim-da. Yelkamdagi og'riqda evaziga qo'lim ishdan chiqsa kerak shu bo'ladi degan maqsad bor edi. Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi. Qarang, mana shu og'riq bilan qancha kurashdingiz o'zingiz bu tomonga kelgunizcha? Bu tomonga kelgunimcha yelkamdagi bilan 6 oy kurashgan bo'lsam, boshimdagi bilan ancha kurashganman. Mana endi muolajani tugatdik. 5 ta seans bo'ldi, bir kurs bo'ldi. Bu hammasimi, hurmatli tomoshabin? Shundan keyin boshqa seans bo'ladimi yo'qmi? Men buni ayta olmayman. Hozirgi sharoitda, hozirgi holatda 5 ta seansdan keyin natijangiz, o'zingizning holatingizni izohlab bersangiz. Ancha yengilmanda, boshimda og'riqlar, uyqusiz bo'lib qolgan edim bir 2 oylardan beri. Uyqularim yaxshi. Yaxshi. Yelka og'rig'i уже sizni deyarli bezovta qilmayapti. Yaxshi bo'lib qoldi, yelka og'rig'i ham, og'riq ancha kamayib ketdi. Yaxshi. Qarang, hurmatli tomoshabin, hozir bu yerga bir narsa bor yana. Men aytaman, ko'pincha og'riqlarni juda ko'p qavatma-qavat sabablari bo'ladi deb aytaman. Mana shu sabablardan bir nechalarini hozir bu kishini o'zi biladi-yu, sizlarga aytayapman, sanab o'tamiz. Demak, bu kishini bosh og'rig'iga va yelka sohasidagi og'riqlarga ichki organlardan 3 tasi ishtirok etdi. 3 ta organ konkret og'riqlarni keltirib chiqarishga sabab bo'lib turgan edi. Uni ishladik. Yelka demak mushaklarini innervatsiya qiladigan T1 pozvonok bilan T3 pozvonokgacha bo'lgan nervlar ahamiyat kasb etganida uni muolaja qildik. Bo'yin nervlarini, koreshoklarini, bo'yin yadrolarini muolaja qilishga to'g'ri keldi va eng qizig'i mana bu sizlarga ko'rinadimi yo'q, mana bu yerda demak miyani anaqasi aks etgan внутри черепной nervlar deydi, ya'ni 12 juft черепной nervlar, ya'ni miyani ichida joylashgan, kalla suyagini ichida joylashgan 12 juft nerv. Shundan 3 tasi shamollashdan demak jarohatlangan ekan, funksiyasi buzilgan ekan. Va yana qiziq joyi, o'ng yelkalarini orqa tomonida teri osti to'qimalarida infeksiya aniqlandi, to'g'rimi? Shunday. Infeksiya aniqlandi. Mana nima uchun shuncha vaqtdan beri bu og'riqlarni ketmasligini va virusga qarshi muolajani berdik ikkinchi seansga va 7-8 kunda keskin o'sha og'riqlarning kamayishi yaqqol sezildi. Bo'lmasa, agar o'sha nervlarni, hatto men aytgan nervlarni davolagan taqdirimizda ham, agar virusga qarshi biz agar yetarlicha muolaja qilmasak, bu og'riqlar pasaymagan bo'lar edi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni nihoyatda bu o'ziga xos nozik masalalar.
Aziz tomoshabin, hurmatli tomoshabin, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Lekin siz bizdan uyga qanday qilib davolash kerakligini so'ramang, iltimos. Bu narsani iloji yo'q. Bu narsani iloji yo'q. 20 xil odam 20 xil sabablar bilan kasallanadi. Buni uy sharoitiga mana buni qiling, mana buni qiling deb umuman aqlim ko'tarmaydi mani qanday qilib sizlarga maslahat berishni. Tim bo'li mana bunday uzoq xronический kasalliklarni bir masaj bilan bitadigan yoki uqalab qo'yish bilan, tortib qo'yish bilan bitadigan og'riqlar bo'lsa, bajonidir men sizlarga o'rgatgan bo'lardim. Bunday darajadagi muammolarni juda qiyin maslahat bilan yechish. Endi oxirgi savolim Farog'at sizga. Mana sizga o'simlik berdik. Parhezlarni aytdik. Ba'zi bir o'sha infeksiyalarni yengish uchun ham maslahat o'sha nimalarni qildik. Lekin asosiy qiladigan ishim osteopatiya bo'ldi. Apparat qo'ymadim sizga. Yo'q. Kuchli ukol dorilar hech qanaqangi назначение qilganim yo'q, apteka yurganingiz yo'q. Yurganim yo'q. Hop, hatto qattiq masaj ham qilganim yo'q. Deyarli ozroq ba'zi bir tomirlaringizga ishlaganday bo'ldik nomiga. Qolgan payt faqat qo'limni qo'yib turdim. Shunday. Buni otini osteopatiya uslubida davolash, bioenergetika zamonaviy uslublarda davolash deydi. Mana shuni bilan ham yaxshi bo'lar ekanmi, yo'qmi? Yaxshi bo'lar ekan. Yaxshi bo'lar ekan. Mana shuni yetkazmoqchi edik. Demak, siz meni xizmatimdan minnatdorsiz. Mingdan ming rozimiz xizmatingizdan. Oladigan haqqim arziydimi, yo'qmi? Arziydi, 2 marta arziydi. Hurmatli tomoshabin, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Qancha gapirsak ham ishonadigan odam ishonadi. Ishonmaydigan baribir ishonmaydi. Sog'lom aql bilan uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat. Yana ham sog'ligingiz bundan-da ziyoda bo'lishligini istayman. Sizdan xursandman. Rahmat sizga.